Bismillahirrahmanirrahim. Qo'rqitib emas, qiziqtirish yo'li orqali diniy tarbiya berish. Xadicha Kubra Tungar. Jumlalar aniq edi. Namozingni o'qi, bo'lmasa kech dadangga deyman. Tayoq yeysan. Namozingni o'qi, bo'lmasa Alloh seni jahannamga kirgizadi. O't kuysan. Onalarimizning xohlaganlarini o'zining usuliga qilganmaganida ishlatadigan bu ikki qo'rqitish shakliga ko'pinchimiz orliq qo'ydik, ya'ni dadimiz va Alloh orliq saqladik. Mening bolaligimni azdir ko'ptir mushundoq filmlardan o'tdi. Ota-onamdan anglamasam, qo'shni adimizdan, u demasa o'qituvchimdan yoki masjidga bo'lganlarimdan shundoq so'zlarni anglab cho'ng bo'ldim. Bolalikdan bolalikgacha, o'smirlikdan qirollik chog'larimgacha qarab menayotganimda ichimda doim jahannami bor bo'lgan va qo'rqilish kerak bo'lgan Alloh tasavvurini jonlantirdim. Keyin bir ish bo'ldi va yillarcha Alloh haqida shundoq bo'ldi deb qargan. Ko'pincha ko'z qarashim o'zgardi. Chunki men ona bo'lgan edim. Onalarga ayonki, bolangizni quchog'ingizga olganingizda his qilgan cho'nqur tuyg'ular sevgi, marhamat va shafqatdir. Bu tuyg'ularni shundoq his qilasizki, uyqusiz va charchash bilan o'tgan kechalariga qaramay bolangiz g'iq desa yeniga yugurib berib quchoqlab ketasiz. Boshqa hech bir jonliqning yana birisi uchun qilmaydigan fidokorliklarni ko'nglingizdan chiqarib qilasiz. Haqiqatan yemay yegizib, keymay kaydirib, qilmay qilsiz. Tarjim qilguvchi Sharofat Olimjon. Alloh taraqqiyot ketki o'quvchisi. Xadicha Kubra Tungarning Qo'rqitib emas, qiziqtirish yo'llari orqali diniy tarbiya berish nomli kitobidan tarjima qilindi.